semestr o'rtasida mikrobiologiya darsini nima deydi? M2, M3 oziqa muhitini ber deydi. Misol uchun ba'zi bir patogen organizmlar M3 da o'smaydi. Ba'zilari o'saveradi. Kuchli o'sish uchun. Bunda ular havo mikroflorasida mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ranglangan bo'ladi. Havo mikroflorasida metil zardol dog'i yoki metil ko'kida qizil yoki sariq nimada qizil nimalar bor, eritmalar bor. Shunda bo'yaladi. Biz qo'yishimiz kerak edi, petrchashka bular qanday qilgan va bunda olgan, xonaga qo'yib qo'ygan, koridorga qo'ygan, qaysiroq joyga qo'yganda oziqa muhitini, buni oziqa muhitini tayyorlagandan keyin o'zi 2 soat vaqt ketadi. Tayyorlab olgandan keyin yarim soat tashqarida turgan, bu yerga tashqarida misol biz ko'ramiz, uni stabilak bo'lib ketyapti, uni girib ketyapti. Deyishimiz mumkin-ku. Nega biz ko'ramiz uni? Lekin men ko'raman, o'ta ayqiyim kuchayib ketgan. Shu nima bo'lganda mana oziqa muhiti o'sgan. O'sgandan keyin bunga rang bersangiz, o'zi turli xil ranglar chiqadi. Tarixchisimon misol uchun sil bakteriyalari bo'lishi mumkin. Har xil bakteriyalarni bu oziqa muhitida o'stiriladi. Keyingi darsda to'g'risi men so'rayman Zafar domladan, nimani o'stirgan tayyor oziqangda nima bo'lsa, keyin nima qilaman? Mana shular oziqalar. Gelga o'xshab turibdi. Mana shuni petrchashkasiga qo'yib turib, tashqariga qo'yib qo'ysang, qanaqa nima borligini aniqlash mumkin. Misol uchun, o'zi odatda qancha nima bo'lishi kerak? Xona haroratida biz buni o'lchaymizda, uni ziyonlanish nimasi bor darajamiz. Xonani kvadrati 20 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, o'zi 20 kvadrat metrda 3000 dona nima bo'lishi kerak? Staklak bo'lishi kerak o'zi aslida. Yoki bo'lmasa sil tayoqchalari, buyumlari qancha bo'lishi kerak desa, sen ko'rasanda ko'paygan. Demak, nimada misol bu xonadan ko'ra koridorda nimalar ko'p? Mikroblar. Shunaqa qilib o'stiriladi. Ko'riladi. Ham ishlagan shaklda bo'lganmiz. Bu nima? Xullas kesadigan nima edi? Xullas qanaqa apparat? Buni nima qilsangiz? Nima qo'shmani? Nimani bo'laklarga bo'lasiz. Qaysidir obyekt qo'ymoqchi bo'lsangiz, buni nimasi bor? O'lchov qo'yib turib, o'lchab turib, qo'yib kesadigan nima. Jamadan. İpu. Ama nima ipaydi? Atsitat dolasi. Hatto zardobda qanaqa mikroorganizmlar bor? Ko'rgansizlar opalari? Ko'rganmisizlar? Qanaqa bo'ladi shakli? Yana boshqa olinchi? Til kauçuk. Mana. Diğer bakacağım. Tabii devam ediyoruz. Açayım kamerayı. Birinchi do'stga borib, jamiyat o'qituvchilar o'ting.